Bir kun umrim qolgandami, ota-onam bilan bir marta ko'rishni xohlardim. Bir kun umrim qolganda, shu paytgacha yashagan umrim davomida xafa qilgan insonlarimdan uzr so'rab chiqqan bo'lardim. Bir kun umrim qolganda Allohdan jannat so'ragan bo'lardim. Bir kun umrim qolganda Xudodan iltijo dunyoligim bersin deb. Umrimdan bir kunim qolsa ham el yurtga, bemorlarga anasi yaxshilik qilgim keladi. Hammani Allohim shunaqalarga yetkizsin, bemorlarimizga shifo bersin. Eng yaqin insonlarim bilan ko'proq vaqt o'tkazgan bo'lardim. Faqat o'shalarning yonida bo'lib, ota-onamni, yaqinlarimni duolarini olib, yonlarida bo'lgan bo'lardim. Ibodat qilardim, hojiga borardim. Yaxshilik qilgan bo'lardim. Bir kun umrim qolganda hammaga yaxshilik qilgan bo'lardim. Sog'liq tilagan bo'lardim birinchi o'rinda. Alloh tavba deb Allohning amallarini bajarib, la ilaha illalloh deb bergan umriga shukr qilib o'tgan bo'lardim. Iloji yo'q boshqa. Bu hayot qonuni. Bir kun umrim qolganda mazza qilib ayam bilan o'tirardim, gaplashib. Agar bir kun umrim qolganda, agar bilganimda shu bir kun umrim qolganda, biz ko'p ishlar qildik, gunoh ishlar qildik, shunga Allohdan faqat bir kun ibodat qilardim, Xudo kechirishini. Shuni so'rardim faqat. Xo'p, meni bir kunlik umrim qolganda insonlarga yaxshilik qilgan bo'lardim. Faqat yaxshilik. Allohdan gunohlarimiz uchun kechirim so'rardim. Agar o'lsam yuzim tushidarmi? Bir kun umrim qolganda Allohdan jannat so'ragan bo'lardim. Qiyomat ulgurmadim tavba qilishga. Ne gunoh qildim bilmadim.